bularni orasida arterial gipertoniya kasalligi ham bor. Bu degani qon bosim oshishi, ya'ni davleniya. Xo'p, boya ko'rib o'tganimizdek, qon tomirlarimizda ortiqcha vazn bo'lishi bilan ularni ichini yog' bosadi va qon o'tishini qiyinlashtiradi. Va bu qon o'tishi qiyinlashishi bilan bizda miyamizga signal boradi. Ya'ni menga qon yetmayapti, yaxshiroq, ko'proq, ya'ni kuchliroq bosim bilan ishlab menga yetkazib bergin degan narsa miyamizga boradi. Miyadan yurakka, ya'ni yurak bosim bilan ishlaydi. Kuchli bosim bilan qon yetkazib berishga harakat qiladi va ishlaydi. Shundan keyin bizani davleniyamiz ko'tariladi. Xo'p, keyingi kasallik bronxial astma. Hozirgi holatda, ya'ni hozirgi kunlarda bu kasallik juda ham ortib bormoqda, ya'ni foizi oshib ketyapti. Agar bronxial astma hozir sizda bo'lsa, oldin ortiqcha vazningiz, ya'ni semizlik bo'lmagan holatda bo'lmagan, bu kasallik bilan kasallanmagansiz, semirgandan keyin yoki ortiqcha vazn olganingizdan keyin bu kasallik bo'lgan bo'lsa, ya'ni sizda paydo bo'lgan bo'lsa, ozishingiz bilan, ortiqcha vaznni ketishi bilan bu kasallikdan xalos bo'lar ekansiz. O'shaning uchun agar bu kasallik sizda uchragan bo'lsa, zudlik bilan ozishni boshlashingiz kerak. Yokida уже hamma aytgan narsalarimizga amal qilib, bu kasallikdan butunlay qutulishingiz mumkin. Keyingi kasallik migren kasalligi. Migren kasalligida surunkali yallig'lanish jarayoni kechadi. Agar siz normal vesga yoki ideal vesingizga tushadigan bo'lsangiz, ya'ni semizlikdan, ortiqcha vazndan xalos bo'ladigan bo'lsangiz, bu kasallik 57% ga sizda kamayadi. Ya'ni yengishingiz osonlashadi. O'tkazilgan ko'plab tajribalarga ko'ra, semizlik bu saraton kasalini olib kelar ekan yoki turli xil o'sma turdagi kasalliklarga olib kelar ekan. Semizlikda organizmda surunkali yallig'lanish rivojlanadi. Bu surunkali yallig'lanish o'choqlari immunitetimizni pasaytiradi. Va shu sabab bizda organizmimizda T-killerlar bor ekan. Bular maxsus hujayralar, ya'ni rakka qarshi kurashuvchi hujayralar bor ekan, bu mavjud ekan. Bu esa bizani T-killerlardagi hujayralarimizni ishlashini pasaytirib yuboradi. Ya'ni shu rakka qarshi kurashadigan hujayralarimizni sifatini pasaytirib yuborar ekan va bu esa rak hujayralarini mazza qilib organizmimizda rivojlanishiga yo'l qo'yib berar ekan. Ya'ni rivojlanishi kuchayib ketar ekan. Semizlikda hujayralarning insulinga bo'lgan sezgirligi kamayadi. Masalan, qarang, mana shu ruchkani qo'limizga bundoq tegdirsak, qanaqa sezamiz? Unda sirazi reaksiya bo'ladi qo'limizda, sirazi reaksiya bo'ladi. Endi agar kiyim ustidan bo'ladigan bo'lsa, reaksiyamiz kamayadi, ya'ni kamroq narsa sezamiz. Mana bu yoqda tasvirni ko'rsatyapman. Bu yoqdagi ta'siri. Bunda ta'siri sirazi organizmimiz reaksiya qiladi, ammo bunisida kamroq bo'ladi. Ya'ni deyarli sezilmaydi. Bu esa bizning yog' qatlamimiz, kiyimimiz, yo'qotamiz. Bizning ortiqcha vazndan, semizlikdan qavat bo'lib yig'ilgan yog'imiz hisoblanadi. Shuning uchun ham semizligi bor insonda qandli diabetning ikkinchi tipi rivojlanar ekan. Ya'ni insulinni sezgirligi kamayib ketar ekan. Va bu ortiqcha vazndan qutulgandan keyin bu o'z-o'zidan yo'qolar ekan. Ya'ni bu tashxisdan xalos bo'lishar ekan. Chunki ortiqcha vazndan qutulganimizdan keyin insulin gormonimiz joyiga tushar ekan va bundan keyin bu kasallik bizda rivojlanmas ekan va bundan qutular ekanmiz. Shuning uchun o'rtoqlar, ozmasak bo'lmaydi. Juda ham ko'p kasalliklar hali orada, nechta kasalliklar bor. To'g'risi bularni ko'rib yanada ozmasam, ya'ni ideal vesimga tushmasam bo'lmaydi degan qaror keldim va aynan shu yo'l bilan sog'lom ozganim uchun yana bir marta shukr qildim to'g'risi. Chunki organizmimizning sog'ligimiz, organizmimizdagi holat bizani kelajakdagi hayotimizni belgilaydi. Keyingi kasalligimiz bu jigari gepatozi. Ya'ni albatta ortiqcha vaznimiz bo'lgandan keyin, semizlik bo'lgandan keyin bizning jigarimizning yog' bosishi boshlaydi va bu gepatozga olib keladi.
Agar bu holat davom etadigan bo'lsa, ya'ni jigarimizning gepatozi davom etadigan bo'lsa, ya'ni davomiy ozishga harakat qilmasdan semiradigan bo'lsak yoki semiz bo'lib yuradigan bo'lsak, ortiqcha vazn bilan yuradigan bo'lsak, bu sekin-sekin jigar sirroziga olib kelar ekan. Qo'rqinchli-a? Esa jigar sirroziga olib kelar ekan. Jigar sirrozi esa jigar rakiga olib kelishi mumkin. Juda ham xavfli. Agar siz normal vesga yoki ideal vesga tushadigan bo'lsangiz, ortiqcha vazn yoki semizlikdan qutuladigan bo'lsangiz, bu narsa, ya'ni jigarimizning yog' bosishi, gepatoz o'zidan o'zi yo'qoladi. Endi ko'pchilik shu UZIda jigari yog' bosgani ko'rinadi va ko'plab masalan savollar berishar ekan. Ya'ni doktorlarga biz nima qilib ichib jigarimizda yog'ini ketkizsak bo'ladi deb. Hech qanaqa dori to'g'ridan to'g'ri yog'i ketkizmas ekan. Faqatgina shu ortiqcha vaznimizdan ketgandan keyin u gepatoz yo'qolar ekan. Hozirgi kungacha любой bir organni o'ziga ta'sir qiladigan, ya'ni yog'ini eritadigan preparat hali ishlab chiqarishmagan ekan. Endi ilohim bunaqa problemalarimiz, bunaqa muammolarimiz bo'lmasin. Bo'ladigan bo'lsa ham kelajakda balki ishlab chiqarishar, lekin hozircha bunaqa dori hali mavjud emas ekan. Shuning uchun bizning eng to'g'ri yo'l ozish. Ya'ni ortiqcha vazndan xalos bo'lish. Statistikaga qaraganda, agar ozadigan bo'lsak, ortiqcha vazndan, semizlikdan xalos bo'ladigan bo'lsak, bizani jigar kasalliklaridan statistika bo'yicha jigar kasalliklaridan 82%dan xalos bo'lar ekanmiz. Bu narsani jigar kasalliklarini 82% ga kamaytirar ekan. Ya'ni kamayishi kuzatilar ekan. Semizlikdan ortiqcha vazndan ayollarda ham juda ham ko'p muammolar uchrar ekan. Ya'ni menstrual sikl buzilishi. Bu esa undan boshqa kelib chiqadigan kasalliklarni rivojlanishiga yordam berar ekan. Ulardan biri ortiqcha vazn bo'lgan ayollarda homilador bo'lish, ya'ni bepushtlik kasalligi rivojlanar ekan. Ortiqcha vazndan xalos bo'lgandan so'ng, ozgandan keyin homilador bo'lishi foizi yanada oshib borar ekan va homilador bo'lar ekan. Bu nafaqat ayollarga, balki erkaklarga ham ta'sir qilar ekan. Ya'ni har bitta ortiqcha kilogramm vazni testosteron gormoni, ya'ni erkaklik gormonini foizini va sifatini tushirishga sabab bo'lar ekan. Va shu tufayli ortiqcha vazn va semizligi bor erkak bolalar tug'ilishi yokida bepushtlik kasalligi kelib chiqar ekan. To есть bepushtlik kasalligi ham ortiqcha vazndan kelib chiqar ekan. Endi ortiqcha vazn o'sha bepushtlik nega kuzatilar ekan? Ortiqcha vazn bo'lgan erkaklarda, semizlik bo'lgan erkaklarda testosteron gormoni sifati va foizi tushgani sari ularda testosteron gormoni rivojlanar ekan. Ya'ni ayollik gormoni. Agar e'tibor berib ko'rgan bo'lsangiz, men ham shu narsadan keyin e'tibor berishni boshladim. Semiz erkaklarning figurasi, ya'ni turishi ayollarnikiga o'xshab ketadi. Ya'ni mamnaqa bo'lib yurishi, paxotkasi ayollarnikiga o'xshab ketar ekan. Buni hammasiga semizlik sabab. Ya'ni gormonni tushib semizlik paydo bo'ladi, keyin gormonga ta'sir qiladi. Gormon boshqa gormonga aylanishiga sabab bo'ladi va bu erkaklarning ayollashishiga olib kelar ekan. Astag'firulloh. Agar keyin e'tibor bergan bo'lsangiz, semiz erkaklarda ko'krak qismi xuddi ayollarnikiga o'xshab ketadi. Bu esa ginekkomastiya deyilar ekan. Sal qiynaldim bu nomini aytishga. Shu sabab, ya'ni o'sha ko'krak qismida yog' yig'ilishi xuddi ayollarnikidagi ko'kragini kattalashishiga olib kelar ekan. Buni hammasi erkaklik gormoni bo'lgan testosteronni kamaytirib, ya'ni semizlik kamaytirib, erkaklarda testosteron, ya'ni ayollik gormonining oshishiga olib kelar ekan. Va shu bois erkaklar ayollarga o'xshab qolar ekan. Ya'ni bu degani bu bepushtlik olib keladi va figurasi, ko'rinishi xuddi ayollarnikiga o'xshab qolar ekan asta-sekinlik bilan. Qo'rqinchli, to'g'rimi? Endi
agar bu muammolar bo'lmasligi uchun biz birinchi o'rinda ozishimiz kerak ekan. Ya'ni ortiqcha vazndan xalos bo'lganimiz sari, ya'ni erkaklar ham xalos bo'lishsa, bu muammodan qutulishar ekan. Xo'p, agar har bitta kasallik bittadan ko'rib chiqadigan bo'lsak, juda ham ko'p vaqt ketadi. Shuning uchun qisqa qaysi kasallik ortiqcha vazn ketgandan keyin necha foizga kamayish haqida gaplashib o'tamiz. Sekin o'sha haqida ma'lumot berib ketaman. Ya'ni oyoqlarimizdagi varikoz ortiqcha vaznimiz ketishi bilan normal vesimizga, ideal vesimizga tushishimiz bilan 95% ga kamayar ekan. Ya'ni aynan o'zimda ham varikoz kasalligi ikkinchi farzandimda homilador paytimda paydo bo'lgan, ortiqcha vazn bo'lgani uchun va endi xudo xolisa ideal vesimga tushib olishim bilan varikoz kasalligim ham 95% ga kamayar ekan. Keyingi kasallik podagra kasalligi ekan. Bu ham 77% ga ortiqcha vazndan keyin o'tib ketishi mumkin ekan. Ko'plab odamni qiynaydigan jig'ildon qaynashi 95% ga o'tib ketar ekan. Ya'ni ortiqcha vazndan, semizlikdan qutulganingizdan keyin 95% ga sizni jig'ildonish qaynashi kamayib yo'qolib ketar ekan. Bizda ortiqcha vazn bizani oshqozonimizni tepaga itarar ekan. Ya'ni yog' bosishi bilan tepaga itirar ekan, uni ichidagi kislota tepaga chiqib bizani jig'ildonimizni qaynatar ekan. Shuning uchun ham homilador ayollarda bolasi katta bo'lishi bilan, ya'ni katta bo'lishi bilan o'sha bizani oshqozonimizni tepaga siqishi bilan o'sha kislota tepaga chiqib postoyanno jig'ildon qaynar ekan. Keyingi kasalligimiz uyqu apnosi. Keyingi kasalligimiz uyqu apnoyasi. Ya'ni uxlayotganimizda nafas yetishmay qolishi deyilar ekan. Degani, ya'ni ortiqcha vazn bo'lganda tomoq qismimizda yig'ilgan yog' bizning nafas olishimizni qiyinlashtirar ekan va uyqumizni buzilishiga olib kelar ekan va yokida kuchli xurrak ochishimizni sababchi bo'lar ekan. Ya'ni kuchli xurrak ochishimizga sabab bo'lar ekan. Normal vesga tushadigan bo'lsak, ya'ni bu kasalligimiz o'z-o'zidan yo'qolib ketar ekan. Endi erta o'lim xavfi ortiqcha vazndan yo'qolganimizdan keyin, semizlikdan qutulganimizdan keyin 89% ga kamaytirishi mumkin ekan va hayot sifati 95% ga ortar. Shuncha kasalliklarni kamaytirishimiz, ya'ni foizini kamaytirishimiz yoki umumiy holatda qutulishimiz mumkin ekan. Buni hammasiga bizani ozishimiz kerakligi, ortiqcha vazndan qutulishimiz kerakligi ko'rsatib o'tilgan, aytib o'tilgan. Yana ortiqcha vazndan, semizlikdan qutulganimizdan keyin qondagi ijobiy o'zgarishlar bilan tanishamiz. Masalan, biz ortiqcha vazndan, semizlikdan qutulganimizdan keyin birinchi o'rinda bizani gemoglobinimiz yuqori bo'lishni boshlar ekan. Bizani gemoglobinimiz me'yoriga tushar ekan. Ikkinchisi, xolesterinimiz miqdori kamayar ekan. Xolesterin bu bizani organizmimizdagi yog'lar. Lekin agarda biz birdaniga katta vez yo'qotishga harakat qilsak, birdaniga katta vez yo'qotadigan bo'lsak, bizani organizmimizdagi xolesterin miqdori oshib ketar ekan. Bu esa natijada esa o't tosh kasalligi rivojlanishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ozishda shoshmaymiz, muntazamlik bilan, sekin astalik bilan ortiqcha vaznimizdan, semizlikdan qutulamiz. Endi qonimizdagi xolesterin miqdori oshib ketishi bizani tez ozishimiz va bu ozishimiz o'tqop kasalliklariga olib kelar ekan. Agarda biz sekin astalik bilan, sekinlik bilan ozmasak ham, o'sha semizligimiz ushlab tursak yokida ko'payib ketaversa, bu ham o'tqop kasalliklariga olib kelar ekan. Shuning uchun sekin astalik bilan ozishimiz va ortiqcha vazndan, semizlikdan qutulishimiz bu juda ham muhim ekan. Ozganimizdan keyin bizani insulinimiz ham o'z me'yoriga kelar ekan. Hozir ko'rib chiqqan holatlarimiz bu bizning jismimizga, ya'ni organizmga keladigan foydalar edi. Ya'ni
ozganimizdan keyin keladigan foydalar edi. Endi biz siz bilan ruhiyatga foydalarini ko'rib chiqamiz. Ortiqcha vazndan xalos bo'lganimizdan keyin, ya'ni o'zimizni normal, ideal vesimizga tushib olganimizdan keyin ruhiyatimizda katta o'zgarishlar bo'ladi. Ya'ni birinchisi ishonch. O'zimizga bo'lgan ishonchimiz ortadi. Ya'ni ko'chada, uyda yokida biron bir ishda, kollektiv ichida biron bir inson bilan muloqot qilayotganingizda, любой ishingizda o'zingizga ishonchingiz ortadi. Bu rostdan ham ta'sir qiladi. Chunki men o'zimda ham kuzatildi va bir ikkita tanishimda ham shu holat kuzatildi. Chunki bilasizmi, nega bunaqa o'zimizga bo'lgan ishonchimiz ortar ekan? Dunyodagi eng qiyin bo'lgan, ya'ni yengishimiz qiyin bo'lgan inson biz o'zimiz bo'lamiz. Ya'ni siz ortiqcha vazndan qutulishingiz uchun nafsimizni polni nazorat qilib, ya'ni biz ortiqcha vazndan qutulishimiz uchun biz avvalo o'zimizni yengib o'tishimiz kerak va o'zimizni yengganimizdan keyin qo'limizdan kelganini ko'rib, natijamizni ko'rib, o'zimizga bo'lgan ishonchimiz ortib borishi bu tabiiy holat. O'ziga ishongan odam hamma ishlarda, masalan, ishxonasida, kollegasida farqi yo'q, hamma joyda, ya'ni muvaffaqiyatga, ya'ni yaxshi darajaga chiqishni boshlaydi. Va bu ikkinchi tarafdan munosabatlarga ham ta'sir qiladi. Munosabat, oilaviy munosabatlarga, bilmadim, er-xotin munosabatlariga yoki